Assalomu alaykum obunachilar, uzoq yaqindan kuzatayotganlar, musofirdagilar. Jizzax shahrida navbatdagi ishimizni yakunladik. Kimgadir qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narsa borladi. Orqa devorlari ham pasatilgan bo'ldi. Shu joyimizga 700 ta ablisovka g'ish ketdi, orqa tomoniga 900 ta pasatiga g'ish ishladi. Bu yerda Stalinshnikda gaz plitasi, stollar, рабочий stol, 20 talik qozon, 80 talik qozon, bitta 100 litrlik qozon. Bu yerda stol, bu yerda tandir. Bu yerda bitta kichkina moyka bilan рабочий stoli bor. Stollarni moyka, zagatuvka stol, gaz plitalarning metri 800 ming. Tandir o'choqlar tochkasi qarab 1,5 million. Orqasidagi fasad kvadrati 250 ming. Kimgadir qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishilgandan xabar olaman. Ratasini tortib, haligi qo'shadi. Bitta o'tdan yoqib olgan bu. Shu joyga общий bitishiga 15 million pul ketdi materialiga. Xizmat haqisidan tashqari. Mana shu internetda aytilgan mo'risiz o'choq deganlaridan. Burada sinov tariqasida yoqqanlik ozgina. Kichik. O'chirganda. Bizda holda tortishlari zo'r. Hammasini tekshirib ko'rdik, yana ko'rsatib ko'raylik. Telefon qilaverasizlar, aloqadamiz.